Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biza juda ham noodatiy o'yin. Hozir o'zingizlar tushunib olasizlar. Bu o'yinni ko'rgan bo'lishinglar kerak. Agar mana shunaqa kichkinagina personajcha, ya'ni kichkina mushukcha bo'lamiz, atrofimizda sichqonlar, tarakanlar yuribdi. Biroz yoqimsizroq. Shularni yeb kattaroq bo'lib, mana bu teshik kulchalarni yeya boshlaymiz. Hozircha juda ham kichkinamiz, hali santimetrlarda o'lchasa ham bo'ladi bizani. Hali unchalik katta ham emasmi, lekin juda ham katta bo'lamiz. Qaraydigan bo'lsanglar, hozir anchagina videoning boshidagidan ancha birozgina kattaroq bo'lib oldik. Unchalik ancha deb bo'lmaydi ham. Hali kattaroq bo'lib sichqonlarni ham yeya boshlaymiz. Juda ham boshqacha bo'ldi. Yaxshi tezroq bo'lishi kerak. Mana bu qanaqadir kulchami, bulchkami, shunaqa narsani yeymiz. Tarakanlarni yeyish o'zimga ham umuman yoqmay turibdi. Tezroq mana bunaqa kattaroq narsalarni yeyishni boshlasak yaxshiroq bo'lardi. Nihoyat endi sichqonlarni ham yeya olamiz. Ko'rdinglarmi? Boya biz uchun sichqonlar juda ham katta tuyulyotdi. Ana endi yo'limizda bunaqa pichoq, ya'ni shunga o'xshagan narsalar ham bor. Sichqonlarni yeymiz. Keyin bunaqa kattaroq bo'lsa, bulchkalarni yeyishni boshlaymiz. Bu yer qanaqadir restoran bo'lishi kerak. Mana shu polga qaraganda. Parijdagi bironta restoran bo'lishi mumkin. Chunki mana paket nomlariga qaraganda. Lekin juda ham restoran bo'lsa ham juda ham tartibsiz restoran. Pichoqlarni ham yeya olamiz, bulchkalarni ham yaxshi. Hal bilan yeyolmaymiz. Yaxshi. Va nihoyat sal bo'lsa ham shirinroq narsalar yeymiz. Endi maqtab turganim ovqatlarimni o'zimni. Pichoq, qanaqadir ofitsiant yigitlar. Rahmat deylar bepulga restoranlarni tozalab yaxshi qilib qo'ymoqdaman. Mijozlar o'tiradigan joy ham bor ekan. Hozir mana bu yerdagi narsalarni yeb bo'lib borib ko'ramiz. Videoning boshidagina ancha kattamiz, ko'rgan bo'lsanglar. Deyarli haqiqatdagi mushuk ko'rinishiga kelib oldik. Lekin haqiqatdagi mushuklar unaqa jirkanch narsalar yemaydi. Shisha, pichoq. Ana bu paketlar yaxshi. Bilan yeymiz. Ofitsiantlarni ham yesak bo'ladi endi. Yo'limga to'g'anoq bo'lmanglaring. Xo'p, to'xta. Mana tezroq yursak. Ularni ham yevoramiz. Yo'q, hali uni yeya olmaymiz. Stollarni yeymiz, lekin stolni emas. Yaxshi, odam turgan stollarni ham yeya olamiz. Bemalol. Tomonlarni ham yeb. Yo'q, halicha tomonlarga bormay turamiz. Ofitsiantlar ham ko'rmay qoldi. Demak, bir tashqariga ham chiqib ko'raylikchi. Biror gap bo'lar. Tashqariga ham ancha yeyishga yaroqli narsalar bor ekan. Odamlar. Bizani bu shunchaki o'yin. Hech qanaqa adovatimiz yo'q. Parijga
Mana endi stol bilan ham yeb yaxshi. Butalarni ham yeb olamiz. Velosipedchi yigitlarni ham yeymiz va ancha katta bo'lib kuch yig'ib oldik. Yaxshi, endi yo'lni tomoniga bir o'tib ko'ramiz. Mashinalarni surib hozir biz umuman qatnovni buzib tashlasa ham bo'ladi, lekin bizning maqsadimiz bu emas. Yana ancha kattardik. Mana bunaqa qilsak, lekin ancha oson bo'ladi. Yaxshi, tezroq mashinalarni ham yeydigan kattalikda kattarsak edi. Mana biz stol bilan ham yeb chiqaveramiz. Umuman qatnovni buzib tashladik. Ayniqsa mashinalar uchun. Yaxshi. Tomonlarda hech narsa yo'q. Yeb olamiz. Va nihoyat mashinalarni ham yeb olamiz. Yaxshi, bularni yeymiz. Yeb olamiz, yaxshi. Nimagadir o'zimiz sig'may qoldik, to'g'risini aytsam. Yaxshi, sig'ib ketdik. Mana bularni ham yeb boshlaymiz. Endi bemalol daraxtlarni ham yesak bo'ladi. Va juda ham kattalashib ketdi. Gigant desa ham bo'ladi. Yaxshi. Bularni ham yeb kattaramiz. Juda ham kattarib ketdi menimcha. Bir boshiga oddiygina restoranning ichidagi bittagina tarakanlarni, no'xatlarni yeb yuradigan kichkina mushukcha edik. Endi esa bemalol uylarni ham mana shunaqa yeb keta olamiz. Yaxshi, mana shunaqa bino inshootlarni ham yeb anchagina kuch to'plab olsak. Yaxshi, butun endi mana bunaqa binolar yig'ilmasini ham bemalol yeya olamiz. Bu Eiffel minorasi menimcha. Eiffel minorasi demak biz juda ham kattamiz degan, lekin mana bu suvlardan o'ta olmas ekanmiz. Bu qanchalik mazzax, qanaqa to'siqsiz xalaqit beradigan mashina narsalarsiz istagan narsani yeya olaman. Ko'priklarni xohlasam mana bunaqa qurilish inshootlarini xohlagancha yeya olaman. Endi esa shunchaki butun boshli Eiffel minorasini bitta yeyishda yeb qo'ydik. Bu juda ham nima desam bo'ladi? Oson bo'ldi. Mana istaganimizcha mana shu buildinglarni yeyishimiz mumkin. Bundan ham kattarib ketdik. Men o'ylamagandim bunaqa katta bo'lishimizni. Yo-mayo. Juda ham kichkinagina edik va shunchalik kattarib ketdik. Hali bu o'yinni davomini ham
o'ynab chiqaraman. Har xil boshqacha hayvonlar bo'lib, faqat mushuk emas, 8 oyoq, asalari yana shunga o'xshash narsalar ham bo'lishimiz mumkin. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang.